نوحي حمام فهذا القلب نواح. Hürmetli azizlar, tövende Peygamber aleyhisselam'ın sahabeleri namlı kitabını huzuruna sununuz. السكوت وهذه الأرض تجتاح. Peygamber aleyhisselam'ın sahabeleri. Avtori Şeyh Mahmud Misri. Uyg'urchaga tercüme qiluvchi İslam Chakarlari guruhi. حمام فهذا القلب نواح وابكي مليا فملء الكون أسراح. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Kiriş söz. Nahayet şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Bütkül medihiye Allah'a xastur. Biz Allah'ını maqtaymiz. Allah'tan yardım ve kechirim so'raymiz. Allah'a sığınıp nefsimizden yamanlıklardan ve yaman amellerimizden panohlik so'raymiz. Allah hidayet qilgan kishini ozdirg'uchi yo'qdir. Shuningdek Allah ozdirgan kishini hidayet qilg'uchi yo'qdir. Guvohlik beramanki, bir Allohdan boshqa haqiqiy ma'bud yo'qdir. Allah yakka yegonadir. Allahning sheriki yo'qdir. Guvohlik beramanki, Muhammad sallallohu alayhi va sallam Allohning bandasi va elchisidir. Maqsadga kelsak, so'zning eng rosti Allohning kitobi Qur'ondir. Yo'lning eng yaxshisi Muhammad sallallohu alayhi va sallamning yo'lidir. İşlerinin yamani dinde yanıdan payda kılınıdır. Her bir yanıdan payda kılınan iş bid'attir. Her bir bid'at azgınlıktır. Her bir azgınlık davzaqda buludu. Allah Teala menguluk baxit saadetke erişirgan kişilerini süpetlep mundaq deydi. Hemmeden ilgiri iman etkan muhacirlar ve ensarlardan yaxşılık qilish bilen ularga ergeşkenler, yani tabi'inlar ve kıyametkiçe ularning yo'lida mağallardan Allah razı oldu. Ularmı Allah'tan memnun oldu. Allah ularga ostidan üstanlar eqib turadigan jannatlarni tayyorladi. Ular jannatda mangu qoladi. Bu cho'ng baxtdir. Allah Taolaning bu so'zi bizga shundoq bir haqiqatni ko'rsatib beradiki, sahobalar mang'an yo'l baxt saodat, jannat yo'lidir. Ularga ergashganlar ular erishgan rozilik va jannatga erishadi. Şunisi aniqki, sahabelerden keyin kelganlar fazilatda sahabelerga yetilmaydi. Lekin sahabelardagi sağlam aqida va to'g'ri amalni o'ziga mujassamlashtirilgan, xuddi sahabelarga bo'lgandek Allohning roziligi va jannati bordir. Shuning uchunmi islom olimlari sahabelarning ish izlarini o'rganish, o'rgatish, kishilarga yetkazish va bu haqda kitoblarni yozishga nihoyatda ahamiyat berib keldi. Qo'lingizda turgan bu kitap Misrlik olim Mahmud Abu Ammarning Peygamber aleyhisselamning sahabeleri nomli kitobidir. Bu kitap sahabeler haqida yozilgan kitoblar ichida hajmining cho'nligi, elingan manbalarning sog'lomligi, tuzilish tartibining yaxshiligi qatorliq alohidligi bilan zo'r darajada farqlanadigan bo'lib, bu kitap haqida baho berishni o'qirmanlarning o'ziga topshiramiz. Biz bu kitobni ba'zi qarindoshlarning tavsiyasi bilan o'zimizga darslar qilib o'qish jarayonida sahabelardagi aqida, ibodat, fidokorlik, tarki dunyolik, shaxsiyatsizlik, Alloh va uning payg'ambariga bo'lgan itoatmanlik qatorliqlarni ko'zimiz bilan ko'rgandek bo'lib, qalblarimiz erib, ko'zlarimizdan yoshlar to'kildi va shularning izini besish ishtiyoqi texmi kuchaydi. O'zimizga yaxshi ko'rganni qarindoshlarimizga yaxshi ko'rganlikdan Arabcha bilmaydigan qarindoshlarmo biz olgan imoniy lazzatini olsa deb bu kitobning tarjimasini izdidik. Lekin bu kitobning arabcha nusxasi ko'p qatim nashr qilinib, hatto 11-nashrga qadam qo'ygan bo'lsa-mu, bu kitobning uyg'urcha tarjimasining yo'qligi bizni hayron qoldirdi. Balkim Alloh bu katta xizmatni bizga ne'mat qilib saqlab qo'ygan bo'lsa kerak. Ba'zi qarindoshlar mendan bu kitobni tarjima qilib chiqishni talab qildi. Men bu xizmatning mas'uliyatining og'irligi ve seviyemning tuvanligi sababli buni qabul qilmagan bo'lsam-mu, qarindoshlarimning qayta talab qilishi bilan Alloh mening qalbimga bu qarindoshlarimning qalbiga solgan ilhomni soldi va bu katta xizmatni seviyemning chekligiga qaramay Allohga tavakkul qilib boshladim. Allohga shukrlar bo'lsinki, Allohga tavakkul qilib boshlagan bu xizmat Allohning yordami bilan ro'yobga chiqdi. Allohning madadi bo'lmasa, qo'limizdan hech ish kelmaydi. U hammaga qodirdir. Bu munosabat bilan mendan bu kitobni tarjima qilishni talab qilgan
Bunun uchun menga moddiy va ma'naviy jihatdan yordam bergan va duoda bo'lgan qarindoshlarimga Alloh taolodan har bir mu'min, har ayolning sonicha ajr mukofot so'rayman. O'qirmanlarning samiga soladigan muhim bir nuqta shuki, sahobalar hayoti birdan o'qib ta'sirlanib yig'lab quvib kesilib bo'ladigan ta'sirli bir hikoya yoki tarixiy roman emas, balki musulmonlar agishga tegishlik haqiqiy hayot, insonlarning tarixi va Qur'on hadisning amaliy ko'rinishidir. Shunga sahobalarning tarixini o'qigan har bir qarindishimga tavsiyam, bu tarixlarni o'qigan vaqtingizda sagi qalb, chin ixlos va hurmat bilan o'qiysiz va o'zingizning hayotini shularning hayotiga selishtirib, o'z ayblaringizni ko'rsatib beradigan aynak va har kuni ishmasangiz bo'lmaydigan obiy hayot qilib olg'aysiz. Gerçi bu kitobni yaxshi tarjima qilish uchun kuchimning yetishicha tirishgan bo'lsam-mo, xatoliklarning bo'lishi tabiiy. Shunga men bu kitobni o'qigan qarindoshlar va ustozlardan xatoliklarni ko'rsatib berishini va qimmatli taklif fikrlarni berishini tuvanchilik bilan so'rayman. Ey Allohim, bu xizmatimizni qabul qilgin. Uyg'urchaga tarjima qilishda foydalangan manbalar va qisqacha izohat. Birinchi, bu kitob 2014-yili Misrdagi Tavfiqiyya kitobxonasi tarafidan nashr qilingan 11-nashriga asosan tarjima qilindi. Ikkinchi, bu kitobdagi oyatlarning tarjimasi Muhammad Salih Damullam Hajim tarafidan tarjima qilingan Qur'oni Karimning Uyg'urcha tarjimasidan elindi. Uchinchi, kitobning hajmining cho'ng'ayib ketmasligi uchun kitobdagi hadis, asar va tarixlarning manbasini eskartganda faqat kitobning ismila elinib, qaysi bob, qanchinchi bab, qanchinchi numur qatorliqlar elinmadi. To'rtinchi, kitobning texnik tushunishlik bo'lishi uchun kitobda aslida bo'lmagan ba'zi tushuntirish va tarixlar batning oxirida yoki tirnoq ichida to'liqlab qo'yildi. Beshinchi, kitob payg'ambarimizning va sahoba kiramlarning ismi chiqadigan yerlarga ularga durud, salom yo'llash yuzasidan payg'ambarimizning ismi chiqqanda alayhissalom degan xatning o'rniga sallallohu alayhi va sallam durud va salomlar unuga bo'lsin degan ma'noni bildiradigan radiyallohu anhu, Allah ulardan rozi bo'lsin degan ma'noni bildiradigan radiyallohu anhu degan arabcha qismlardan iborat yig'inchaqlangan nusxasini qo'ydik. Hurmatli o'qirmanlar, bu belgilarning ma'nosini to'g'ri tushunishni, shundaqla atlab o'tib ketmay o'qishni tavsiya qilamiz. Tarjimada foydalangan manbalar. Birinchi, Qur'oni Karimning Uyg'urcha tarjimasi Muhammad Salih Damullam. Ikkinchi, Sahihul Buxoriy Arabcha nusxasi. Üçüncü, Sahihul Muslim Arabcha nusxasi. Dördüncü, Fathul Bari Arabcha nusxasi. Beşinci, İmam Navavi'nin Sahih Müslim'ga yazgan sharhi. Altıncı, Shirin Buloq. Yettinci, Arabcha Uyg'urcha cho'ng lug'at Muhammad Salih Damullam. Sekizinci, Sahabalar hayotidan tanlanmalar. To'qqizinchi, Sunan Tirmizi Arabcha nusxasi. Hijriye 1443-yili Safar oyi. Asarlikdagi tarjimondan. يهنأ فؤادي كلما سمع النداء وأقبل. Hürmetli anlayıcılar, bu qatımlıq anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Sizlerine büyük Allah'ın amallıqı tavşırımız. Allah'a emanet. في عزة تسمو به للعالي.